1 yil bitta ham video qo'yganim yo'q. Ko'pchilik o'yladi, bu sohani tashlab ketdi, tradingni yig'ishtirdi deb. Chunki bu narsalarni men kommentariyada o'qidim. Aslida men bu vaqtda trading sistemamni qaytadan qurib chiqdim. O'zimni savdo robotimni ham yaratdim. Bugun nimaga bunaqa ish qilganimni, qanaqa qilganimni, bu yo'lda nimalar bo'lganini sizlarga aytib beraman. Tayyor bo'ling, chunki bu hozir aytadigan narsalarim imonni sizlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Sabab pulda ham emas, motivatsiya yo'qolishida ham emas. Men o'z tizimimda zaif nuqtalarni topdim. Strategiya bor, qoidalar bor, lekin oxirgi qarorni har doim men o'zim qabul qilardim. Kirish, chiqish, risk management hammasi meni qo'limda edi. Bu va qanchalik tajribangiz bo'lmasin, odam charchagan paytda, ketma-ket zararli ko'rgan paytda, emotsiyaga berilgan paytida o'zi xohlasa, xohlamasa bilmasdan xatolar qilib qo'yadi. Bu menda emas, bu har bitta trederdagi bor bo'lgan muammo. Balkim sen ham xuddi shu holatni boshingdan kechirgandirsan. Mana shu joyda tushundim. Uzoq muddatda natijani strategiya emas, tizim beradi. Qanaqa analiz qilasan yoki bo'lmasam qachon kirasan, qachon chiqishing, qachon umuman kirmasliging, riskni qanaqa boshqarishing, aynan mana shu narsalar farq qiladi. Shunda hamma ishimni to'xtatdim va faqat bitta narsaga, ya'ni tizimimni tuzatishga kirishdim. Va natija zo'r bo'ldi. 1 yil ichida 2 ta narsa qildim. Birinchisi bu savdo tizimimni to'g'irlab, kamchiliklarini to'g'irlab chiqdim. Har bitta qoidalar o'zi aniq raqamlashtirilgan bo'ldi. Ikkinchisi o'zim ishlatadigan savdo tizimimni robotini yaratdim. Lekin mana shu joyda juda ham qiziq narsalar tushundim. Robot yaratish, bu kod yozish, bu narsalarni hammasini o'zim qilganim yo'q, lekin sistema meniki. Eng qiyin joyi odam o'zini strategiyasini 100% aniq qilib tushuntirish kerak robotga. Masalan, men grafikni ochib, men bu joyda kirish kerak deyman, to'g'rimi? Lekin robot uchun bu narsa javob emas. Robotga logika, mantiq bilan hamma narsani tushuntirish kerak. Mantiq bo'lmasa foydasi yo'q. Qaysi shart bajarildi, qaysi filtr ishladi yoki qaysi signal ustunroq keldi, hammasi aniq bo'lishi kerak. Shu jarayonda ba'zi qoidalarim aslida yetarlicha aniq emasligini o'zim ham tushunib yetdim. Ba'zi joylarda esa kerakli yechimni topish uchun yangi indikatorlar qo'shildi. Sotib oldik, yaratdik. Masalan, qo'shimcha filtrlar ustida ishlashga to'g'ri keldi. Har safar robotni test qilaman, natijasini tahlil qilaman. Keyin yana o'zgartiraman, yana test qilinadi, yana natija ko'riladi. Mana shu jarayon oylar davom etdi. Lekin aynan shu jarayon meni trader sifatida yana ham ancha o'stirdi desa ham bo'ladi. Agar shunga o'xshash narsani san ham boshingdan kechirgan bo'lsang, pastga like bosib qo'y, yolg'iz emasligimni bilib qo'y. Demak, bu 1 yil bekorga ketmadi. Bu yil men uchun eng produktiv yillardan bittasi bo'ldi. Bu robot hozirchalik shaxsiy foydalanishim, ishlatishim uchun qilindi. Sotuvda yo'q. Sotmoqchi emasman, o'zi aslida bu reklama ham emas. Hech kimga taklif ham qo'ymayman bu narsani. Prosta aytib ketaman nimalar bo'lganini. Lekin natijalarni vaqti bilan sizlar bilan bo'lishib borishga harakat qilaman. Bu hali davom etayotgan jarayon, hali oxirigacha yetib borganimiz yo'q. Bilasizlarmi, nimaga bu senga ham daxldor? Chunki sen ham xuddi mana shu joyda bo'lishing mumkin. Strategiyang bor, lekin natija har doim ham bir xil emas. Sabab strategiyada emas, qaror qabul qilish jarayonida. Meni maqsadim men qilgan xatolarni sizlar ham takrorlamasliginglar va bu muammoni yechimi bor. Faqat tizim, ko'proq bilim foydasi yo'q. Faqatgina tizim bilan bu muammoni hal qilsa bo'ladi. Telegram kanalimda ham aktiv bo'laman. Har kunlik savdo ideyalarini, sabablari bilan ko'rsatib borishga, natijalarni ham birga qilishimizga harakat qilaman. Kanalning silkasi opisaniyada. Men qaytdim. Endi bu kanalda men o'zim amalda ishlatadigan sistema, strategiyalarim va real trading jarayonlarimni ochiqchasiga ko'rsatib boraman. Faqat nazariya emas, amaliyot ham qilamiz. Va kommentariyada yozinglar, sizlarni agar foydaga chiqolmayotgan bo'lsanglar, sizlarga nima yetishmayapti deb o'ylaysizlar. Eng ko'p yozilgan muammoni keyingi videolarda yechimini birgalashib ko'rib chiqamiz.